Ozoringman. Muallif Negina Nurulloyevna. So'nggi qism. Italiya shifoxonasining sovuq va oppoq yo'laklarida vaqt to'xtab qolgandek edi. Faqatgina tibbiy apparatlarning bir maromdagi zerikarli tovushi va Shirinning yurakni o'rtovchi pichirlashi sukunatni buzardi. Operatsiya xonasi eshigi tepasidagi qizil chiroq bir necha soatdan beri o'chmasdi. Shirin xonaning burchagidagi o'rindiqda toshdek qotib o'tirar, uning kiyimidagi Shuhratning qurib qolgan qon dog'lari go'yo dahshatli bir xotira kabi qizishardi. Uning ko'zlarida yosh qolmagan, faqat cheksiz bir dard va umid bor edi. U o'lmaydi. U meni tashlab ketmaydi. Shu payt operatsiya xonasi ichida dahshatli kurash ketayotgandi. Monitorlar birdaniga uzluksiz uzun signal bera boshladi. Shuhratning yuragi urishdan to'xtadi. U bir soniyaga o'sha olamga, ota-onasi kutayotgan zulmatga qadam qo'ydi. Go'yo hammasi tugagandek, ajal o'z o'ljasini olib ketgandek edi. Shifokorlar defibrilyatorni ishga solishdi. 1-2 zarba! Shuhratning vujudi silkinib tushdi, lekin yurak javob bermadi. Yana bir bor zarba berildi. O'sha daqiqalarda Shirin shifoxona yo'lagida tizzalab o'tirgancha Allohga tinmay yolvorib duolar qilar, erining umriga umr qo'shilishini so'rardi. Kutilmagan lahzalarda monitorlarda zaifgina ritm paydo bo'ldi. Bir o'lib, qayta tirilgandi. Operatsiya tugab, shifokor charchagan holda tashqariga chiqdi. Shirin uning oyoqlariga yiqildi. Allohning karami keng. Biz uddaladik. Eringizni irodasi kuchli ekan, dedi shifokor italyan tilda. Lekin ahvoli juda og'ir. U chuqur koma holatida. Shirin begona yurtda yolg'iz edi. Ammo Shahnur uni yonidan jilmadi. Shahnur tilni yaxshi tushungani uchun bu Shirin uchun qo'l keldi. Endi hamma narsa uning yashashga bo'lgan irodasiga va sizning mehringizga bog'liq. Shuhratni intensiv terapiya bo'limiga o'tkazishdi. U son-sanoqsiz trubkalar va apparatlarga bog'langan, yuzi oq qog'ozdek oqarib ketgandi. Shirin uning yoniga kirib, muzdek qo'llarini o'pdi. Men sizni kutyapman. Qarang, hamma narsa ortda qoldi. Yelena yo'q, sindikat yo'q. Faqat biz bormiz, turing iltimos. Shahnur esa shisha ortidan ularni kuzatib turardi. Uning qo'lidagi telefonda Interpol xabari keldi. Yelena va Yaman siz yo'qolgan. Qidiruv davom etmoqda. Shahnur tushunardiki, Shuhrat komada yotgan pallada bu tinchlik vaqtinchalik edi. Yelena o'zining so'nggi zarbasiga tayyorgarlik ko'rishi aniq. Shifoxonaning oq devorlari orasida vaqt o'z mazmunini yo'qotgandek edi. Shirin uchun endi na kunning, na tunning farqi bor. Uning butun olami Shuhratning zaifgina nafasini ko'rishdan iborat bo'lib qoldi. Koma holatidagi odamning yonida o'tirish tiriklayin qabrda yashash bilan barobar. Shirin Shuhratning karavati yonidan bir qadam ham jilmadi. Uning ko'zlari osti qoraygan, o'zi ham go'yo bir soya kabi ozib-to'zib ketgandi. Shifokorlar unga dam olishni maslahat bersa-da, u faqat bosh chayqardi. U meni eshityapti. Men buni his qilyapman, deb pichirladi u. Shirin har kuni Shuhratning muzdek qo'llarini issiq kaftlari orasiga olib, unga hikoyalar aytib berardi. Ularning Dubaydagi baxtli kunlarini, Burj Xalifa tepasidagi yulduzlarni, kelajakda quradigan uylari haqidagi orzularni qayta-qayta takrorlardi. Ba'zan esa charchoqdan boshi uning to'shagiga tushib, uxlab qolar. Tushida esa Shuhratning unga tabassum bilan qo'l cho'zayotganini ko'rib, sapchib uyg'onib ketardi. Uyg'oning iltimos. Siz bu dunyo menga tor. Siz menga baxtli qilaman deb va'da bergandingiz-ku. Menga seni ozoringman derdingiz. Mayli, mening ozorim bo'ling Shuhrat aka, ammo meni intizor qilib, yolg'iz qoldirib ketmang. Shu daqiqalarda Shuhratning ongi tubsiz bir zulmat ichida edi.
U tushida o'zining o'tmishi bilan kurashardi. U goh bolaligidagi o'sha qonli qirg'in ichida qolar, goh Yelenaning sovuq kulgusidan qochardi. Ammo bu zulmat ichida unga faqat bitta nur, Shirinning mayin ovozi yo'l ko'rsatardi. U ovoz uni ortga, yorug'likka, hayotga chorlardi. Shahnur esa shifoxona yo'lagida bedor. U Interpolning qidiruv tizimlari orqali Yelenaning izini qidirishdan to'xtamasdi. U tushunardiki, bu sukunat bo'ron oldidagi tinchlik. Yelena yutqazishni yoqtirmaydi va u o'zining oxirgi nishoni sifatida aynan shu shifoxonani tanlashi mumkin edi. Bir kuni tunda shifoxona chiroqlari xiralashgan palla, Shuhratga ulangan monitor birdaniga tez-tez signal bera boshladi. Shirin qo'rqib o'rnidan turdi. Shuhratning qovoqlari titrar, barmoqlari esa Shirinning qo'lini qattiqroq siqishga urinardi. Bu hayotning zulmat ustidan qozongan ilk kichik g'alabasi edi. "Doktor, u qimirlayapti. U meni eshitdi." Shu kecha Italiya osmonida yulduzlar har qachongidan yorqinroq porladi. Ammo uzoqdan kelayotgan qora mashinaning chiroqlari shifoxona binosiga yaqinlashayotganini hali hech kim payqamagandi. Shuhratning barmoqlari Shirinning kaftini zaifgina siqqanda xonadagi og'irlik chekindi. Uning qovoqlari og'ir harakat bilan ochilib, ko'zlari uzoq vaqt nur ko'rmagan odamdek qisildi. Shirin. Uning ovozi xuddi quruq qum shitirlashidek juda past, ammo hayotga to'la chiqdi. Shirin baxtdan duduqlanib, uning yuz-qo'llarini o'pa boshladi. Ammo ayni shu daqiqada shifoxonaning qorong'u yo'lagida mutlaqo boshqa bir ov boshlangandi. Yelena o'zi egalik qilolmagan baxtni olovga otishga qaror qilgan. U yo meniki bo'lasan, yo tuproqniki degan o'y bilan nima qilishni reja qilib, oxiri tajribali qotil topib yuborgandi. Shahnur shifoxonaning xizmat ko'rsatish eshigi yonida, zulmat bag'rida xuddi haykaldek qotib turardi. U Yelenaning psixologiyasini besh qo'ldek bilar, uning qachon va qanday zarba berishini oldindan his qilgandi. Shifokor kiyimidagi notanish kimsa yuziga niqob taqqan holda qo'lida dori to'la shpris bilan Shuhratning xonasiga yaqinlasha boshladi. Uning har bir qadami ehtiyotkor, nigohi sovuq edi. U xona eshigi tutqichini ushlagan zahoti bo'yniga sovuq po'lat tegdi. "To'xta", dedi Shahnur pichoqni qotilning tomog'iga qattiqroq bosib. "Sen kutgan narsa bu yerda emas. Ajal esa sening orqangda turibdi." Qotil qarshilik ko'rsatishga urindi. Ammo Shahnurning ofitserlik mahorati va singlisining qasosi uchun to'plangan g'azabi oldida bu ojiz edi. Qisqa va ovozsiz to'qnashuvdan so'ng qotil yerga yiqitildi. Shahnur uning cho'ntagidan Yelenaning maxfiy aloqa vositasini topib oldi. Xona ichida esa Shuhrat tinchlandi. U o'lim yoqasidan qaytgan, ammo endi butunlay boshqa odam edi. Uning ko'zlarida endi sindikatning qonli ishtiyoqi emas, balki faqat Shirinning aksini ko'rish istagi bor edi. "Men sening yoningdaman, go'zalim", dedi Shuhrat Shirinning ko'z yoshlarini artishga urinib. Shahnur xonaga kirib, yerda yotgan qotilni Italiya politsiyaga topshirish uchun ishora qildi va Shuhratga qarab bosh silkidi. Bu ikki erkak o'rtasidagi so'zsiz bitim edi. Biri hayotini saqlab qoldi, ikkinchisi esa unga yangi hayot berdi. Biroq Italiyaning qayerdadir Yelena telefonda qotilning javob bermayotganini bilib, g'azabdan stoldagi hamma narsani supurib tashladi. "Hali tugamadi. Senlarga hali ko'rsatib qo'yaman. Agar sen tirik bo'lsang, demak o'yin endi boshlanadi." Shuhratning shifoxonadagi muolajalari tugab, qaddi tiklangach, uning nigohlarida faqat bir maqsad qoldi. Shirinni asrash uchun bu qonli imperiyani kulga aylantirish. U Shahnur bilan yashirin maxfiy qarorgohda uchrashdi. Endi ular dushman emas, bitta ilonning kallasini safarbarlikda olishga ahd qilgan ittifoqchilar edi. Yaman bu safar borini tikkan, dedi Shuhrat xarita ustida egilib.
Italiyaning janubiy portidan o'tadigan qora dorining ulkan partiyasi sindikatning so'nggi umidi. Agar biz ularni o'sha yerda qo'lga olsak, nafs qullari butunlay abgor holatga keladi. Shahnur Interpolning maxsus bo'linmasi bilan aloqaga chiqib, Sisiliya porti atrofida pistirma tayyorladi. Reja bo'yicha Shuhrat o'zini hali ham sindikat sodig'idek ko'rsatib, bitimni amalga oshirayotgan joyga borishi, Shahnur esa operatsiyani tashqaridan boshqarishi kerak edi. Tungi soat 2:00. Portda og'ir yuk mashinalari to'xtadi. Konteynerlar ochilib, ichidagi maxfiy qadoqlangan qora dori yuklari tekshirilayotgan palla. Shuhrat markazda turardi. Uzoqdan Yelena va uning otasi Yamanning kelayotganini ko'rdi. Ular g'alabaga ishonishardi. Ishlar joyidami? Shuhrat, yaralanibsan deb eshitdim, ammo tez o'zingni o'nglabsan va joyingga qaytibsan. Bu juda to'g'ri qaror. Yaman kibr bilan kularkan. Bu ishdan keyin sen va Yelena imperiyani boshqarasizlar. Shuhrat barmog'i bilan qulog'idagi mitta aloqa vositasini bosdi. Hozir shu lahzada portning to'rt tomonidan proyektorlar yondi va Shahnur boshchiligidagi maxsus kuchlar, Interpol, qurollarni tashlang degan hayqiriq bilan bostirib kirdi. Port haqiqiy jang maydoniga aylandi. Konteynerlar ortidan otilayotgan o'qlar tund sukunatini parchalab tashladi. Shuhrat Yamanning eng yaqin yordamchilarini qurolsizlantirdi. Shahnur esa qochishga urinayotgan yuk mashinalarining yo'lini to'sdi. Bu qora dori partiyasi edi. Otishmalar orasida Yaman qo'lga olindi, biroq Yelena kutilmagan ayyorlik bilan qorong'u suv ombori tomon yugurdi. U oxirgi lahzagacha taslim bo'lishni istamasdi. Shuhrat port chetida turib, o'z o'tmishining qulayotganini kuzatardi. Uning uchun bu nafaqat operatsiya, balki ota-onasining qonini so'ragan adolat ollari edi. Shirin esa uzoqdagi xavfsiz mehmonxonada turib, osmonga qarab, omon qayting deb pichirlardi. Portdagi operatsiya o'z nihoyasiga yetdi. Sindikatning barcha a'zolari, jumladan Yaman ham kishanlandi. Faqat Yelena, u so'nggi lahzada dengizning suvi sovuq bo'lishiga qaramay, o'zini suvga otdi. Italiya dengiz politsiyasi bir necha kun davomida qidiruv ishlarini olib bordi. Biroq uning na tirigi, na o'ligi topildi. U xuddi arvohdek g'oyib bo'ldi. Ammo bu sukunat ortida nimadir xatodek edi. Shuhrat esa qochmadi. U Shahnurning ko'zlariga tik qarab, qo'llarini oldinga uzatdi. Men o'z jazoimni olishga tayyorman. Shirinni asrash uchun qancha qon kechgan bo'lsam, uning oldida pok bo'lish uchun ham shuncha jazo o'tashim kerak. Buning ustiga qanchadan qancha yostiqlar men tufayli qurigan. Qanchadan qancha onalarning nolasiga sababchi bo'lganman. Men vijdonim oldida ham bir gunohkor bandaman. Oradan bir necha hafta o'tib, Shuhrat maxsus nazorat ostida O'zbekistonga keltirildi. Axir u katta jinoyatchi edi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va Interpol hamrohligida uning ishi qayta ko'rib chiqila boshladi. U jinoiy guruhga aloqadorlikda ayblansa-da, so'nggi operatsiyadagi yordami va Shahnurning guvohligi uchun hukmini biroz yumshatishi mumkin edi. Shirin esa Toshkentdagi o'sha tanish ota hovlisida, deraza yonida o'tirib, ota-onasi bilan dardlashar, yana sarg'aygan barglarga termulardi. Hayot aylanib yana boshlangan nuqtasiga qaytgandi. Ona zori qizining buncha siqilishini, bunchalik azobda qolganini yuragi qabul qila olmay tilka pora bo'lar, ammo taqdir shunday. Shirinning otasi goh ayoliga kuysa, goh qiziga tayanch bo'lishga urinardi. Faqat endi u aldangan qiz emas, balki suyukli yorini panjara ortida bo'lsa-da, kutishga tayyor sodiq ayol edi. U har hafta tergov izolyatoriga Shuhratni ko'rgani borardi. Temir panjaralar ortidan Shuhratning nigohlari unga avvalgidan ham issiqroq bo'lib ko'rinardi. Kechir meni Shirin. Bu senga bergan eng katta ozorim bo'ldi. Siz omon qoldingiz-ku. Bu men uchun eng katta baxt.
Men sizni qancha kerak bo'lsa shuncha kutaman. Shahnur esa uzoq yillik qasosdan so'ng o'zini bo'shliqda his qildi. U o'z vazifasini bajardi. Singlisining qotillari jazosini oldi. Shiringa bergan va'dasiga muvofiq Shuhratni qutqardi. Ammo uning xayolidan bir narsa ketmasdi, Yelena. U suv ostidan chiqib kelib, qachondir o'zining so'nggi zarbasini berishidan hadiksirardi. O'zbekiston prokuraturasi Shuhratning ishini ko'rib chiqayotgan bir paytda Shirinning xonadoniga kutilmagan pochta keldi. Unda na manzil, na ism bor edi. Faqatgina qora atirgul va bitta so'z. Sog'inmadingmi meni kundoshjon? Shirinning yuragi shuv etib ketdi. U o'zidan emas, panjara ortidagi yeridan xavotir ola boshladi. Shahnur o'z kabinetida navbatdagi maxfiy hisobotni o'qir ekan, vujudi muzlab ketdi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikdagi qidiruv tizimi nishonni aniqlagandi. Yelena tirik. U soxta hujjatlar bilan chegarani kesib o'tgan va allaqachon Toshkentning gavjum ko'chalariga kirib ketgan. Demak, suvdan quruq chiqibsan-da. U Yelenaning bu yerga nima uchun kelganini juda yaxshi bilardi. U nafrat bilan yonayotgan yaralangan sher kabi edi. Va uning so'nggi nishoni Shirin. Shahnur bir daqiqa ham vaqtini boy bermadi. U darhol Shirinning uyiga shoshildi. Shirin hovlisida o'sha kutilmagan qora turgulni ushlagancha vahima ichida turardi. Shirin, tezda keyin. Bu yerda qola olmaysan. Nima bo'ldi Shahnur aka? Shuhrat akamga bir gap bo'ldimi? Yo'q, u xavfsiz joyda. Panjara orti hozir u uchun eng tinch joy. Xavf senga yaqinlashmoqda. Yelena shu yerda. Shahnur Shirinni qat'iy qo'riqlanadigan xavfsiz uyga olib o'tdi. Atrofni qurollangan maxsus bo'linma xodimlari o'rab oldi. Ammo Yelena oddiy jinoyatchi emas edi. U sindikatning eng ayyor va aqlli vorisi edi. U to'g'ridan to'g'ri hujum qilmasligini Shahnur bilardi. Shu kecha qamoqxonadagi Shuhratning kamerasiga bir parcha qog'oz tashlab ketildi. Sen baxtli bo'la olmaysan Shuhrat. Chunki sen yo'qligingda uni asraydigan hech kim yo'q. Shuhrat kameraning panjaralari derazasidan osmonga qarab, ichidagi og'riqdan o'kirib yuborgisi keldi. Ey Allohim, uni o'zing asra. U qamoqda edi. Qo'llari bog'liq, suyukli ayoli esa qotilning nishonida. Shahnur, sergak bo'l. Yolg'iz umidim Allohim va sendan, deb pichirladi u chorasiz holda. Toshkentning chekkasidagi xavfsiz uyda Shirin derazadan tashqariga qarar ekan, zulmat ichida miltillagan Yelenaning sovuq ko'zlarini ko'rdi. Uy ichida portlagan o'q ovozlari va qichqiriqlar dunyoni ustun-ustun qilib yubordi. Yelena o'zining so'nggi jahl va nafrat to'lqini bilan bostirib kirgandi. Shahnur go'yo soya kabi qorong'ulikdan chiqib, Shirinni o'z tanasi bilan to'sib qoldi. Otishma bir necha daqiqa davom etdi. Biroq bu safar adolat g'olib keldi. Yelena va uning qonxo'r to'dasi bu to'qnashuvda tirik qolmadi. Ularning qonli merosi Toshkentning chekkasidagi shu uyda butunlay tugadi. Shirin esa yerda behush yotardi. O'q uning yelkasini yalab o'tgan bo'lsa-da, u qattiq zarbadan va dahshatli hayajondan hushini yo'qotgandi. Shirin ko'zlarini ochganida tepasida oq xalatli shifokor va yuzida charchoq aralash tabassum balqigan Shahnurni ko'rdi. O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Xavotirlanmang, ahvolingiz yaxshi. Faqat biroz ko'proq dam olishingiz kerak. Shuhrat aka, u kishi hammasi joyida. Yaxshiyamki qorningizdagi bolangizga hech nima qilmabdi. U juda kuchli ekan. Onasiga o'xshab bu to'fondan omon chiqibdi. Nima? Bolam? U buni bilmasdi. Italiyadagi dahshatli qochqochlar va qamoq azoblari ichida uning vujudida yangi bir hayot kurtak yozayotganini his qilmagandi. Bu bola Shuhratning qonli o'tmishdan qolgan gunoh emas, balki ularning barcha ozorlariga tovon bo'ladigan Allohning bir sovg'asi edi. Shahnur chetda turib chuqur tin oldi. Uning vazifasi nihoyat tugadi. Shirin,
Bugun Shuhrat bilan ko'rishaman. Unga ayta oladigan eng buyuk sovg'am sening va farzandingizning omon qolgani bo'ladi. Endi u qamoqda o'tirib emas, yashab qaytadi. O'zim ham boraman. Bu damlarni biz faqat orzu qilardik, dedi Shahnurga jilmayarkan, xayol allaqachon yerida edi. Shuhrat uchrashuv xonasiga kirib kelganida uning ko'zlari faqat bir nuqtaga, oyna ortida o'tirgan Shiringa qadaldi. Shirin. Shuhratning ovozi yig'i va sog'inchdan bo'g'iq chiqdi. Menga aytinglar, bu tush emasmi? Shahnur aytgan gaplar rostmi? Rost. Biz yolg'iz emasmiz. Qalbingizning bir parchasi hozir mening vujudimda yashayapti. Siz ota bo'lasiz. Shuhratning ko'zlari yoshga to'ldi. U o'zini to'xtata olmay, boshini shishaga suyanib, unsiz yig'ladi. Men bu yerda chiriydigan odam edim, Shirin. Men senga faqat ozor berdim. Sen esa menga hayot beryapsan. Farzandimni dunyoga kelishini, ilk qadamlarini o'z ko'zim bilan ko'ra olmasligim bu mening eng katta jazoim. Unday demang. Siz sabr qilasiz. Biz sabr qilamiz. Men har kuni unga otasining qanday qilib bizni asrab qolganingizni aytib beraman. U sizning ismingizni aytib tilga kiradi. Biz har hafta shu yerda, shu oyna ortida uchrashamiz. Yillar o'tadi, bu eshiklar ochiladi. Shunda siz bizni nafaqat oyna ortidan, balki bag'ringizda kutib olasiz. Men siz uchun yashayman. Bu 4 devor endi menga maktub bo'ladi. Men bu yerdan senga farzandimga munosib inson bo'lib chiqaman. Meni kutasanmi? O'limimga qadar kutaman. Siz mening birinchi va so'nggi ozorimsiz, ammo eng buyuk baxtimsiz. Shu daqiqada nazoratchi vaqt tugaganini aytdi. Shuhrat ketishga majbur edi. U o'rnidan turib, kaftini Shirinning kafti turgan joyga shishaga qo'ydi. Ikki qo'l o'rtasida sovuq oyna bo'lsa-da, ularning harorati bir-biriga yetib borardi. Shuhrat kuzatuvda ichkariga kirib ketar ekan, uning qadamlari endi og'ir emas, balki umidvor edi. Shirin esa qornini ohista silab pichirladi. Otangni ko'rdingmi, bolajonim? U bizga qaytadi. Albatta qaytadi. Xotima. Oradan nechadir yil o'tdi. Qamoqxona darvozasi g'iyqillab ochildi. Tashqarida bir ayol va qo'lidan tutib olgan, ko'zlari otasiga quyib qo'ygandek o'xshash kichkina o'g'ilcha turardi. Ularning yonida do'sti Yasin va Charos qizchalari bilan. Shuhratning ko'zi seviklisi Shiringa tushdi va dadajon deya chopishga tushgan 7 yoshli o'g'ilchasiga qaradi. Shuhrat ostonadan xatlab o'tib, quyosh nuriga ko'zlarini qisdi va uzoqdan unga qarab yugurayotgan o'z hayotini davomchisini mahkam bag'riga bosdi. Dunyodagi barcha ozorlar mana shu quchoqda yakun topgandi. Hikoya o'z yakuniga yetdi. Bundan-da qiziqarli hikoyalarni tinglamoqchi bo'lsangiz, hoziroq kommentariyada qadab qo'yilgan link orqali o'tib, Telegram sahifamizga obuna bo'ling.